Yunusobod 4-kvartalda 3 xonali uyimizda novostroykamizda sotilyapti. Remont holati top-toza, kirib yashaydigan mebel texnika hamma narsasi qolyapti. O'sha maydonimizda 77 kvadrat metr, narxiga keladigan bo'lsa 90 ming AQSh dollarida sunnatli kelishiladigan joylari bor. Aytib o'tganimdek, shu novostroykamizda biz 3 xonali, hammasi bir xil 77 kvadrat mashina holatda. Bitta plashatkada 2 ta va tepadagi etajimizda yana bitta 3 xonaligimiz bor. Bu uyimizda bizda 5-etajda joylashgan 6 etajli bino. Liftlarimiz bor, охраняемый territoriya, детский plashatka, avtoparkovka hamma narsamiz bor. Shohsaroy to'yxonaga yetmasdan 10 tarafingizda Lesaylistdagi novostroyka, g'ishtli stroyeniyada. Xo'p, qarang, podyezddan kirish eshigimiz bu yoq tarafimizda bo'lyapti. Bu yoq to'g'ridagi 10 tarafimizda bizda prixoshka, bu yoqdan o'tib keladigan bo'lsa, biz zalga kiramiz. Zalimiz juda ham katta. Chap tarafga kiradigan bo'lsa, biz oshxonaga kiradigan bo'lamiz. Stroyni kuxni garnityuri, videoda nima ko'rayotgan bo'lsangiz, hamma narsa qoladigan. Hop, bu yoq tarafimizda esa bizda yana bitta spalnimiz joylashgan. Bu yoq birinchi spalni, bu yog'imizda bizda zal aytib o'tganimdek, bu yoq tarafimizda hammom tualetimiz birlashgan holatda, sifatli chiroyli kafellar taqilgan, yaxshi holatda turibdi. Bu yog'imizda esa bizda spalni. Konditsioner, televizor, mebel, hamma narsa qoladigan. Lokatsiyasi zo'r. Metro 2 qadam, korzinka, makro hammasi bor. Narxi 90 mingdan kelishilinadi, tezda aloqaga chiqaverasiz.